Xo'sh, qani klonim chiqchi bu yoqqa. Men seni klonigiman, seni o'ldiraman. Menga tegma iltimos. Seni o'ldiraman deyapman. Bu yoqqa. Yo'q, hamma salom bo'ldi. Siz bilan men yana o'shani aytib qo'y. Va obunachilar biz yangi videorolikimizga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilar bugun yana o'sha qishloq sarguzashtlari va bugun qishloq sarguzashtlarini davom ettiramiz. Nima ham qilardi endi. Men bu retailda nimadir kodda o'zicha, okey. Tak, hozir endi men bu tomorqamni tozalab olishim kerak hosillarni. Tak. Okey, bu yoqdan telefonimni olib qo'yaverasiz ishto'yi. Ha, aytgancha bo'ldim, men iPhone X ishlatardim o'zi va men yaqinda o'sha iPhone 12 Pro Max oldim. Mana ko'rishingiz mumkin iPhone 12 Pro Max. Tak. Endi bo'lsa buni olsam bo'ladi hammasini. Tak. Ha, aytgancha bo'ldi, sizlar men videomda qatnashish xohlasanglar, bemalol Telegram kanalimga o'tsanglar, men u yoqda qachon videomizga odam kerak bo'lsa, o'shanda sizlardan so'rayman. Va o'shanda xohlaganinglar orangizdan bittanglar qatnashishingiz mumkin. Ya'ni u kim tezkorligiga bog'liq. Ya'ni men nima deyman deb videoga odam kerak, kim bo'lib mana shu lichkaga birinchi bo'lib yozsa, o'shani videoga olaman deyman. Va rostdan kim o'sha meni Telegram lichkamga birinchi bo'lib yozsa, o'sha odamni men videomda qatnashtiraman. Sizlardan so'raladigan narsa Minecraft skininglar и tekst tashlab bermasdagi o'shani menga голосовой tashlab berishinglar kerak bo'ladi. Shu uchun Telegram kanalimga o'tib qo'yishdan maslahat bergan bo'laman. Telegram kanalim ссылкасы video описаниесida va kommentariyasidan topishingiz mumkin bo'ladi. Tak, bolalar, hozir bu hosillarni men merga olib borib berishim kerak. Xo'p, tak. Stop. Mer anaqasi o'zgarganmi? O'rib qo'yib turib. Assalomu alaykum, mer, yaxshimisiz? Da, yaxshi, rahmat. Stop. Nima deysiz? Mersiz? Qarang, mana bunaqa kiyimli, qimmatbaho narsalar uchun pul sarflashni isrof deb bilardingiz-ku. Nima endi unaqa qoldingiz? Balo bo'lmisiz yoki? Og'ziga qarab gapirdi, aytvoy. Hosillarni olib keldingmi deyman. Ha, mana hosillarni olib kelib qo'ydim. Nima o'zingiz o'zgarib qo'yamman, tushunmadim. Bola yog'i bilan ishim bo'lmasa bo'ldi, ketishim mumkin. Tushunmadim men sizga. Mayda, okey. Gaplashamiz. Stop, bo'ldi. Misolchilik kerak qotdi. Men bitta narsani payqab qoldim. Agarda sezgan bo'lsanglar bo'ldi, merra ko'zini rangi o'zgarib qolgan. Zaynab shu odam ko'limda kiyveradi orqamda. Hozir. Tak, sezgan bo'lsanglar bo'ldi, merra ko'zini rangi o'zgarib qolgan. Menimcha bu o'ylashim bo'yicha merra o'zi emas. Ha, aytgancha menga merra o'zi ham aytadi, yaqinda men klonimni chiqazaman, unga boy kiyimdan kiydiraman, keyin u meni ishlarimni osonlashtiradi, men o'zimga yordamchi qila deganda, menimcha shu bo'lish kerak, lekin merra o'zi qani bo'ldi? Men tushunmayman. Agarda kimdir kelib turib menga mana shu hozirgi ko'rgan odamlarni men soxta deb o'ylayman, men uni mana shu haqiqiy mer desa men ishonmas edim. Chunki bu mer ko'zi rangi bunaqa emas edi. Buniki xavoring tushunmoqsizlarmi? Bo'ldi va mer bunaqa kiyimlarga pul sarflashni yomon ko'radi. O'zi har doim bitta kiyim yuradi, qish uyoqsin bilsanglar agar. Cho'ta shubhali-da bo'ldi, men yana o'sib ketibdi. Okey. Nimadir qilsam bo'lmaydi. Tak, necha pulim bor ekan? $100. Okey. Nima qilsam ekan bo'ldi? Tak. Nimadir qilish kerak. Xo'sh, jitellar bilan maslahatlashishchi. Oy, jitel. Oy. Ha, aytvoy, nima deysan? Anu ahamiyat bergan bo'lsang, mer ahamiyat bergan bo'lsa o'zgarib qolgan bildingmi? Ha, men ham o'shani kimdir hech kimga ayta olmasdan yurganimda. Yaxshi sen aytib qolding. U menimcha o'zimizni merga o'xshamayapti, aytmay ahamiyat berib qarang-a. Menimcha bu o'zimizdan mer emas. Shuni aytyapman-da men ham. Bu narsa qilmasa bo'lmaydi. Aytgancha mer menga aytgan, senga aytganmi yo'q bilmayman. Klonimni yaratmoqchiman deb. Xullas, shunaqa gaplarni aytvoy. Tushunarli. Mayli, jitel qara. Xo'p, men bu narsa qilishga harakat qilaman bu haqda, lekin hech kimga aytmay tur, tushundingmi? Hech nimani bilintirmay turib boshqa jitillarga, okey?
Bo'ldi, aytib qo'y, menga ish olsang bo'ladi. Okey, mayli gaplashamiz. Tak, yo'q bo'ldi. Va nihoyat Rita bilan gaplashib bo'ldik. Endi qaraydi, men nima qilaman? Shosh. Yo'q, bu yoqdan emas. Da, mana. Tak, bu yoqdan sekin. Если что, har doim yonimda pistolet yuradi endi bundan keyin. Chunki bu bizning original mer emas, bu aniq. Shu narsani men sezdim. Tak. Xo'sh. Tak. Merkan ekan. Xo'sh. Nima qoldi? Stop. Bu hayot murodga misli bo'ldi. Robotga o'xshab harakat qilyapti. Mana qaraydi. Qani. Qaraydi bo'ldi buni. Robotga o'xshab harakat qilishini. Mana. Bo'ldi ko'rsan. Robotga o'xshab harakat qildi. Yaxshi, men sezmayapti. Bir taqib ketibdi bu. Jinnimi? Mayli. Sezmasdan chiqib, siz qolmasa bo'ldi. Tak. Qaq ketdi. Pastga tushib ketdimi, jinnimi? Suvga tushib ketdi. Bo'ldi, bu nimasi bo'ldi endi? Men tushunmadim. Okey. Vaziyat servisniga o'xshayapti, o'sha. Tak. Okey. Hop. Endi bo'lsa, bu yoqda hop, unaqada men kech bo'lishini kutaman va merni kuzataman nima qilishini. Men so'qtamayman, to'g'rirog'i. Tak, yaxshi, tak. Svetlarni o'chirib qo'y. Yaxshi. Ungacha men ozgincha Minecraft o'ynab o'tiraman kompyuter notebookimda. Keyin kech bo'lishi bilan sizga xabar beraman. Tak. Qani, yaxshi. Yangi klaviaturasini alishtirgandim. Ya'ni buzilgan eskisi. Qaraydi o'zini. O'zini ko'rsan bo'ldi mana. Da shunaqa. Okey. Soatim 11 bo'libdi уже. Tak, sekin mana o'chiruvchi bo'ldi. Cho'ta nimadir bo'ldi. Hop, qishloq qorong'u. Okey, sekin tashqariga chiqaman. Sekin yopib qo'ychi bu yerni. Qayerga bo'lar ekan? Ana men. Men oldin yotdim. Ayo, orqaga qaytib ketdi. Qani? Stop. Qani, davay boramiz bo'ldi. Nima bo'lsa ham boraveramiz, farqi yo'q menga. Qani bu? Mana. Ko'rmayapti, yaxshi. Qanaqa sig'ir ketdi? Ko'rmadi bo'ldi. Voy. Iltimos, menga tegma. Endi sen o'lasan, hozir seni o'ldiraman. Mana senga. Sahal bizdan meni o'ldirmoqchimisan, iflos. Mer yaxshimisiz? Da, aytib qo'y. Tezroq politsiyaga xabar beraylik, yeritlab ham bo'lyapti. Da, okey. Unaqada qarang, mer. Siz hozir borib tez politsiyaga xabar bering. Men rasmga, videoga olaman. Shu bilan keyin oldingizga boraman. Uyingizga boraman. Uyingizda politsiyaga xabar bering. Bo'ldi, men ketdim. Okey, yaxshi boring. Bo'ldi. Men bu kafuchi soxta merni уже hushidan ketkazdi. Menimcha o'lmadi degan umiddaman. Va bola video shu joyga chiqarganingiz uchun barchaga kattakon rahmat. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha bay bay, sog' bo'linglar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.